Mana inshaalloh kat yo'limizni yamasini ham to'g'irlab oldik. Уже montajlari boshlandi, xudo xolasa. Maytdan mana birinchisidan issiq suv kiradi hammomga, ikkinchisidan sovuq suv, uchinchisidan vodoprovod kelyapti. Mana kranli vodoprovodga. Maytga mana motorchimiz bo'ladi, xudo xolasa. 2 va 1 bo'ladi. Vodoprovodda motorchimiz tortadi. Bu vodoprovoddan keladi. Bunisi bokdan keladi. Tepaga bok qo'yamiz inshaalloh. Xo'p, keyin bu podachi ichkariga, vnutrga xudo xolasa hammomga ham kiraveradi. Boilerda ham kelyapmiz. Manitlar katyolxonamiz bekilib ketadi, xudo xolasa. Tepasi polni bekilib, maytlar shuvalab inshaalloh mashg'ulotda bo'ladi. Xudo xolasa to'pli polimiz sistemasini ham uyda egasini zakasiga qarab 2 va 1 qilib berdik. Mana qangi haligi yosh katta otaxon, onaxonlarga hali ba'zi paytda issiq kunlarda ham jicha issiqlik kerak bo'ladi. O'shunda buni tokga moslab qo'yganmiz. Tokda ishlayveradi. Bunisidan podachisi kat yo'lga ketyapti. Обраткasi kat yo'lga tushyapti. Beka kat yo'lga kiradi. Bundan xudo xolasa ertaga kat yo'limiz keladi. Undan keyin syomkalarimizni ham qilamiz inshaalloh ustanovkadan keyin. Hozircha podgotovka bo'lyapti. Hali общий bo'lgani, bitgani yo'q. Bu chala. Почти 60% bo'ldi inshaalloh. Bu mini kat yo'ldan uziladi. Bunda bu kranligimizda pastga buraymiz. Mini kat yo'l uziladi, tok o'chadi. Keyin samoxod deymana kat yo'limizga o'tadi. Mana ko'mir kat yo'l, ko'mirga yonadigan kat yo'limizga o'tadi. Motorchimiz tortib turib, mana o'chgandan keyin bu ochiladi. Pastki tomonga urib beraveradi. Kat yo'lga obраткani olib chiqaveradi. Podacha bu kat yo'ldan keladi. Inshaalloh. Xudo xolasa keyingi videolarimizda kat yo'llarda ustanovka qilganlarimizni ham olamiz, xudo xolasa. Buguncha mana shu inshaalloh.